12 guruh vakillari Alijon Valiyev yurtdoshimiz birinchi yo'lakda, Dayir Raimbekov Qirg'iziston vakili ikkinchi yo'lak, tojikistonlik Jovid Afzunov uchinchi yo'lakda va Ozarbayjon vakili Faxriy Nazarov to'rtinchi yo'lakda ishtirok etadi. Birinchi yo'lakda Alijon Valiyevga e'tiborimizni qaratamiz. Muxlislar bor, kam bo'lsa ham qo'llab-quvvatlayotgan hozir Alijon Valiyevni va katta darhol tempni belgilab bermoqda Alijon Valiyev. Xatoga yo'l qo'ymasligi muhim jihat. Bu yerda ko'ryapmiz, birinchi bo'lib ishg'ol qilish darvonini qo'ydi. Ikkinchi qavat, uchinchi qavatga ham yetib boryapti. To'rtinchi qavat yana biroz tezroq hozir oyoqni qo'yish kerak. Vaqt nuqtai nazardan o'tib ketdi 1500 dan oston. Uchinchi hamda to'rtinchi qavatlarda biroz tempni pasaytirdi, ammo baribir birinchi o'z yugurishida 1500 dan 34. Прослушайте результаты забега. Валиев Алиджон, Республика Узбекистан 15-34, Райымбеков Дайир, Кыргызская Республика 17-97. Авзонов Давид, упражнение не выполнено. Назаров Фахрий Азербайджан 18-60. Alijon Valiyev 1500 dan 34 soniya mana. Uchib ketish hech gap emas. Demak, 15-guruh vakillari Arzimat Abalbekov, Qirg'iziston vakili Davlatboy Tursunov, Tojikiston vakili Ozarbayjonlik Ravshan Haydarov ekan. Demak, 3-yo'lakda to'g'ri bo'lsak Ravshan Haydarov va xitoylik Mu Benming 4-yo'lakda qatnashadi. Demak, start berildi. Xitoy vakili kutilganida peshqadam bo'lib olyapti. Uchinchi qavatga ham chiqish jarayonida ketma-ketlikda harakatlanayotgandek. Xitoy vakili birinchi, ammo 1500 dan 34 soniya natija qayd etilmoqda. Tarenkaga tegishli. Tezlikni belgilashibdi, ajoyib hozir. Nega moving yo'q? Birinchi bo'lib Ozarbayjon vakili yetib keldi. 1600 dan 53 soniya. Uzr so'rayman do'stlar. 1300 dan 54 soniya ekan hozirda o'sha nazorat nuqtasi, nazorat chizig'i deylik. Mana shundan yaxshiroq natijani qayd etish kerak. Yarim final ishtirokchisiga aylanish uchun. 54 soniya. Прослушайте результаты забега. Nima uchun Moving chiqmaganligini hayronman, chunki birinchi urinishda o'z guruhdagi eng yaxshi natijani qayd etgan edi. Uning natijasini hozir ham hech kim yaxshilay olmadi bu guruhda. Vakillari orasida aytib o'tadigan bo'lsa. Ozarbayjon vakili yakunda. Demak, Yasin Bilmes birinchi yo'lak, 17-yangi bo'lsam